Hammaga salom. Bu yana men. Hech qachon tinchib tura olmaydigan. Aslida vaziyat mana bunday boshlangan edi. Ishdan bo'shamagan erim konturga ketib bordi. Turaman ishga boraman. Uyga kelaman uxlayman. Alamimni olish uchun prank qilishga qaror qildim. Qimmatdan alkada yaltillagan sharim tush bilan kelisha olmay qoldi. Yaxshiyam boshqa sharlar ham olib kirib qo'ygan ekanman. Nima bo'lsa ham shaxtimdan qaytmayman deb qaytadan surtishga kirishdim. Iloji boricha xunukroq qilishim kerak. Erimga yoqib qolmasin tamam. Raisa. Boshda bironta qo'rqinchliroq narsa chizmoqchi bo'ldim, lekin o'zim juda ham qo'rqaman, shuning uchun oddiy qizaloq qilib qo'ydim. Reklama qilishganiga uchib olgan shvabramni tekis qilib qo'yib, chaqalanib olishchasidan yelka yasadim. Yaxshiyam o'g'lim pastga tushib ketgani bo'lmasam bu paytgacha yo'q qilib tashar edi. Anchadan beri kiymayotgan ko'ylagim bilan ro'molimni berdim. Qalay chiqibdi, qulpini xonim bo'lib qolibdimi? Ishoninglar qizlar, erim kelguncha yuragim tovonimga tushib qoldi. Voy qizlar, erim ko'kamkin desam yo'q, pinagini ham buzgani yo'q. O'xshamadi prankim.